Bitta tushuntirib beringlar. O, sening senga o'yinchoqmi? Yo'q, o'g'irchoqmi? O'ynab tashlab ketasan. Qaysi birini akalar edi endi bular? Shunaqa ham ko'p qizlar bilan gaplashasanmi? Gapir. Qo'lingizni oling, kim akasiz? Kim bilan gaplashasan? O'sha qizni. Yo, ko'pmi yuradiganlari? Voy, nima keragi bor edi? O'zing tupikka tiqib. Meni gaplashadiganim bitta. Kim? Qaysi qizni akalari ko'p edi? Esla, ulug'. U qizni ismini tilimga ham ola olmayman. Nima? Chunki kasalman. Qancha yashashimni ham bilmayman. Shuning uchun seningizdan ozorlashdim. Uzr ukam. Bilmagandik bizni. Nima kasalsan o'zi? Juda ham og'ir. Oke qo'yishi demadi, gaplashmaylik. Eslasamchi yuraklarim ezilib ketadi. Seningga telefon qilasan-da, hammasini tushuntirasan. Tamom bo'lding. Kimga qilasan endi? Aka qo'lim bormaydi, to'g'risi. Qilmasang bo'lmaydi. Qaysi vijdon bilan telefon qilaman, aka? Nima deyman unga? Men kasalman. Madina meni kechir deysan. Bo'ldi, akalar. Iflos qilarkansan-ku babi yalinib chort. Ko'tarmada aka o'zingizni qilib bera qoling. Allo Madina. Meni kechir. Biz birga bo'la olmaymiz. Men kasalman. Baxtli bo'l. Yig'lama ukam, bu hayotda. Akalar ketinglar, iltimos sizlardan. Bizdan ham to'g'ri-chu. Bitta senimiz. Biz uchalamiz ketamiz Amerikaga. Adamni hamma boyliklari, magazin, zavodlari shu sinimizga qoladi. Oldida o'zga o'xshagan kuchli yigit bo'lishni xohlaymiz. Tamam bo'l. Nima? Rostdan so'yib ketarkanmanmi? Aldamayapsizmi? Tinchlikmi? Aka qarang, to'xtali telefon qildi, umid bor ekan menda hali. Buni ichish kerak sinimga. Yeti, davay. Alo, Madi. Ha, aka. Bo'lib tuzalarkan-u. U bilan hammasi tugagan. Qo'ynim qo'boldi. Yo, to'xta, Madi, qara. Agar kasal bo'lmaganimda-chi, men sendan har kuni xabar berardim. Girl, you never meant to your eyes.